Ben Nöçün Inel kompaniyasidan gidip Eva kompaniyasına işe o'tdim. Ben Dilfuza Baxtiyorovna 2022 yıl Inel kompaniyasına işe girip 2025 yıl oktyabrda iş faoliyatımı to'xtatdim. Meni Inel kompaniyasidan işten geçişimning eng katta sababi, men DS lavozimiga chiqqan vaqtimda meni bloklashni boshladilar. Endi ko'tarilaman degan vaqtimda, yaxshi lavozimga ko'tarilgan vaqtimda bir emas 3-4 marta bloklab tashladilar. Meni shunday to'xtamay bloklaganlar uchun katta rahmat aytaman. Men ishlashdan, izlanishdan to'xtamadim. Men izlanib Eva Produkt kompaniyasiga ishga girdim. Eva Produkt kompaniyasida ish boshlag'animga 2 oy bo'ldi. 2 oyning ichida men yaxshi natijalarga chiqdim. Men Eva Produkt kompaniyasiga ishga girgan oyning o'zidan Gold lavozimiga chiqdim. Shu vaqt ichida o'zimning orzumdagi Urganchda ofisimni ochishga erishdim. Jamoamni ko'rdim. Eng muhimi, Vigrashda iPhone 7 Pro Max yutib oldim. Bu tasodif emas. Ish, ishonch, sabr natijasidir. Agar siz ham boshqa kompaniyalarda ishlab bilmay, daromadingizdan chiqa olmayotgan bo'lsangizlar, sizlarni Eva Produkt kompaniyasiga ishga taklif etaman. Jamoamga qo'shiling, jamoamizda birgalikda yuqori lavozimlarga ko'tarib, yaxshi daromadlarga chiqasiz.